Kimki bomdod namozidan keyin oyog'ini bukib o'tirganicha gapirmasdan turun quyidagilarni aytsa deydilar. La ilaha illalloh vahdahu la sharika lahu yuhyi va yumiit va huva ala kulli shay'in qodir. Mana shuni 10 marta aytsa deydilar Rasululloh alayhisolatu vassalom. 10 ta gunoh kechiriladi. 10 ta hasanat yoziladi. Martabasi 10 marta darajasi ko'tariladi. Kun bo'yi u Allohning himoyasida bo'ladi. Hech narsa ta'sir qilmaydi. Agar o'zi shirk keltirmagan bo'lsa, gunoh ham ilashmaydi. Shu zikrni xuddi shunday qilib shomdan keyin aytsa, kechqurundan tong otguncha Allohning himoyasida bo'ladi. Ixlosni o'rniga qo'ysak bo'ladi. Qanchalik buyuk narsa. Masjid qurish